أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa İmam Al-Quduri rahimahullah yazgan Muhtasar Al-Quduri namlıq bu kitabның Kitabu Al-Mudarebe kitabının ve izâ defa'al mudaribul mâle mudarebeten deb yani mudaribniki malni yeni bir mudaribqa berilishi degan keldi. Şunu bilamiz. Musannif rahimahullah deydi ki ve izâ defa'al mudaribul mâle mudarebeten qachonki mudarib tunudanmi bir İslamda istilahni. Mudarib malni mudarebe qilib bersa ve lem ye'zen lehu rabbul mal fi zalik. Halbuki rabbul mal mudaribqa ashuningda yani malni mudarebe qilib berish haqida izni bermagan bo'lsa lem yadman bid-def'i. Mudarib şu malni mudarebe qilib berish bilan pul to'lamaydi. Ve la bi tasarrufil mudaribis-sani ve ikkinchi mudaribning tasarruf qilishi bilan ham to'lamaydi. Hatta yerbah. Taki payda olgan qadar. Payda olmaguncha pul to'lamaydi. Payda olib bo'lgandan keyin ham to'laydi. Avval qilimiga bütün rəsmanı qaytırdı. Birinci Rabbul Mal'a. Demek bir yerde 3 adam şekillendi. Rabbul Mal, Mudaribul Evvel, Mudaribul Thani. Şunu anlamış bir bakalım şu mes. Ma meselede kamil 3 adam var. Rabbul Mal, mal ilgisi. Mudaribul Evvel kuş çıkarıp ticaret kılıcı. Birinci kuş çıkarıp ticaret kılıcı. Mudaribul Thani, Mudaribul Evvel onu belgen ikinci küçük ticaret kılıcı. Mudaribul Thani'ye nispeten Mudaribul Evvel Rabbul Mal. Mudaribul Evvel nispeten Rabbul Mal. Şunu anlamı bu da burada. Hem de bu şunda eğer ilgisi Rabbul Mal izni verip kılgan bolsa hüküm başka, izni vermey kılgan bolsa hüküm başka. İzni vermey ruhsat kılma karşılık kılgan bolsa şu karşı taraf fayda alan çağdalan nima qiladi o? Endi to'laydi. Rasmanni qaytarmaydi. Rasmanni kamil qaytaradi. Fayda olgan hamma. Fayda olmaguncha rasman qaytarilmaydi. فإذا ربح ضمن المضارب الأول المال. Qachonki ikkinchi mudarib fayda olsa, mudaribul avval birinchi mudarib malni to'laydi. Ya'ni Rasul malni hammasini kimga qaytardi? Rabbul Malga qaytardi. Ve izâ defa'a ileyhil mâle mudarabeten bin nisfi. Qachonki mudaribul evvel malni yoki bo'lmasa Rabbul Mal ve izâ defa'a Rabbul Mal malni mudaribul evvelga mudarabeten bin nisf yani 20'ga 20'den alışımız 15 50'de 50 deb mudarib bergan bo'lsa tengishilik qilib va azina lahu an yadfa'aha mudaribatan va mudariba avvalga nima qilishga malni mudariba qilib boshqalar bilishga izni bergan bo'lsa, ruxsat bergan bo'lsa fadafa'aha bis-sulus ondan mudaribul avval u malni yana bir mudaribga yani mudaribul saniga 3dan 1 yani 3dan 2 foydasini men olaman 3dan 1 foydasini siz olasiz deb bergan bo'lsa fa in kana rabbul mal endi xo'sh endi rabbul mal qala lahu agar unga 5 ta rabbul mal birinchi rabbul mal unga degan bo'lsa ala anna ma razaqallahu baynana nisfan yani ala shart ala shart bir shart demadi bir shart degan gap yani men bunday ana adfa'u mali alayka ala anna ma razaqallahu baynana men sizga bu malimni mudofa qilib beraman yani Allah bizga rizq qilib bergan narsani tangdan ikkiga bo'ladigan shart bilan bir shart
Allah bizga rizq bergan narsani. Sizlar biz aramızda yani. Siz degan gap yo'q. Allah bizga degan. Allah Allah mutlaq, ha. Allah rizq bergan narsani shu mudariba malda Allah rizq bergan narsani tang aldiganga sizga mudariba berdim. Bir şart deb shu shartni qo'ygan bo'lsa, fali robbil mali nisfur ribh. Robbil malga paydanın yarımı tegidir. Velil mudaribis sani ikkinchi mudaribga sulusur ribh. Paydanın 3'ten 1 tegidir. Velil evveli es-sudus. Mudarib evvelga paydanın 6'dan 1 tegidir. Endi bu meselenizde qanday islar? Demek 6 ga bilisizlar, 6 hissige. Bu meseleni 6 hissige bilisizlar. 6 hissige bilip 6 hissiniki 3 hissini kim aladı? Rabbul mal aladı. Çünkü 3 hissi yerim buludu. Bunun kendine 3 hissi kaldı mı? 3 hissinin 3'ten birini kim aladı? Sulus er-ribh. Yani 2 hissini. 2 hissini kim aladı? Az 3 hissini kim algan oldu? Rabbul mal algan oldu. 2 hissini kim aladı? Yani malını 6 hissigi bölümüz 6 hissinin 3 hissini Rabbul mal aladı. 2 hissini mudarib sani aladı. Ahirki 1 hissini 6'dan 1 olan 1 hissini kim aladı? Mudarib evvel aladı. Aslında 60 riyal fayda çıkan olsa 60 riyal pul olsa 60 riyalını 30 koyunu 30 riyalını Rabbul mal aladı. 20 riyalını mudarib sani aladı. 10 riyalını mudarib evvel aladı denge. Hoş, emdi ve inkana, emdi inçki ve solamaya fakat bir ağız gap. Bir ağız gaptı, bir kelimede farklanırdı. Ve inkana kal eğer Rabbul mal mındak diyen olsa ala enne ma razakakallahu beynena nisfan diyen olsa. Beşide ma razakallahu diyen dedi. Emmiyat çoğu ma razakakallahu dedi. Allah sizge rizq bergen narsini bizden aramızda tengiten alıdığanga bədim bu malını sizge diyen olsa bir kafirlikten kıt koygan olsa asman zemin özgürdü hüküm. Beşide hanım diyen dedi Allah bizge bu malını payda vergen dedi. Mutlak dedi. Bu çağda malını gelen paydını yerimini aladı. Hem de meyade dedi sizge payda vergen narsini dedim ha. Sizge diyen yapamayadı. Anda yapamadı ki kanal dedi felil mudaribis sani es-sulus. Masulette mudaribis saniye 3'ten 1 5'te ittifak boyunca ağandı gidelim 3'ten 1'e. İkinci mudaribga 3'ten 1'e tegidi. Ve ma baqiya beyne rabbil mali vel mudaribil evvel. Kalan kısmı Rabbul mal ile mudaribil evvelindeki oturuşu da nisfan tengi tanı buludu. Yani kanda oldu da azmi bu ne biz malını av destekti mudaribil evvel tengi tanı alımız dedim ha. Ama mudaribil sani anı 3'ten 1 alımız dedim ha. Anda diyendikken meyade şart 5 şart kaldı ma razakakallah. Allah sana rızık bergenden diyendikken o çağda annemindeki 3'ten 1 alakası olmaydı. Mudarib-i Sani'nin 3'ten 1 bilen onun alakası olmaydı. Çünkü destekte Mudarib-i Sani'nin 3'ten 1'ini bir ötep onun keyleden kalkan pulunu kaç gibi bölüdü? 2 gibi bölüdü. 2 gibi bölüdü tanrı alıyordu. Mesela full 60 koy olsa 20 koyunu Mudarib-i Sani'ni bir ötep ikisi kaç canlı alıyordu? 20 milyardını bölüşüyordu. Şundan. Onun için فَاِنْ قَالَ لَهُ eğer Rabbul mal mudarib evvel gibi diyen olsa ala enne ma razakallahu feli nisfu diyen olsa hem de beşte beynana nisfan diyen mamiyada Allah muşu malda rızık bergen nerse mana yerimi tigidiğinga bədim sizge ben bu mademde sizge Allah rızık bergen nerse mana yerimi tigidiğinga mudarib bədim bu şartlan bədim dese fedefa'al mala ila ahir şunu olan mudaribul evvel malını yeni bir mudaribga bergen bolsa mudaribeten bin nisf diye mudarib tengi tan alımız demin 3'ten 1 fulus kılamay tengi tan alımız deb bergen bolsa endi qanday çıkıldı dese felil mudaribis sani nisfur ribh ikinci mudaribga paydını 20 ketidi ve li rabbil malin en nisf rabbul malga paydını 20 tegidi ve la şey'e lil mudaribil evvel birinci mudaribga hiç nima qilmaydi. Masulette birinci mudaribga hiç nima qilmaydi. Nima uchun deganda besh deganda bu odam dedi mana mushu maldan kelgan razaqalloh mushu maldan kelgan paydani yerimi mening. Sizlar aramızda demedi. Siz beynana beyni ve beynek demey mana yerimi dedim ha o yerimni eli yurdu.
Uni keyin av mudarib avval mudarib sanilar nima deb sheklashgan? Malning yerimi deb sheklashganmi? Av yerimni edib yurdi. Shuna maqar. O'tadi qag'a bo'ldi dedi. Duo qildi ya ilohi amin deb duo qildi. Shu shunda yani bilgan vaqtida shariat bo'yicha o'zini haqqini ado qila oladi. Shartnoma og'iz kelgan shartlarga qo'shilmay, to'xtab buni munda shayli deb shaklishni biladigan gap, buni bilgan vaqtda biladigan gap. Bo'lmasa og'iz kelgan deb keyin g'allis qiladigan shu. Allah ta'ala kelib chiqadigan ish. فإن شرط للمضارب الثاني أجر مضارب الثاني ikinci mudaribga ثلثي الربح faydanın 3'ten 2'sini şart etken bolsa. Yani فإن شرط للمضارب الثاني ikinci mudaribga ثلثي الربح faydanın 3'ten 2 kısmını şart etken bolsa. فلرب المال نصف الربح Rabbul malga faydanın 20'ni şart etken bolsa. Mudarib الثانيga faydanın 3'ten 2 kısmını şart etipti o. İttifaqlaşganda 5'den nima degan 3'ten 1 degan ma'lumdir. Bular bir saniye sen sizga men 3'ten 2'ni birman foydalanib debdi. Fali robbil mali nisfu ribah. Mudaribul avval kim bilan shart edishibdi? Mudarib sani bilan foydaning 3'ten 2'sini birdan deyishibdi. Rabbul maldan olganchaqda foydaning 20'ni birdan deyishgan bo'lsa, valil mudaribis sani nisfu ribah. Anda suratda ikinci mudaribga foydaning 20 tegadi. Foydaning 20 tegadi. ويضمن المضارب الأول للمضارب الثاني سدس الربح من ماله. ما مضارب ماذا دخل أو مضارب أول تقفل تلاقي ماذا ما سرته. مضارب الثاني غا فايدنا يرمي تيجدو. أصل رب المال غا فايدنا يرمي تيجده. ونكين مضارب الثاني وصول سير الربح تيجان بوسا. فايدنا وشتى إكسير تيجان بوسا. فايدنا وشتى إكسير تيجان بوسا. والمضارب الثاني نصف الربح. مضارب الثاني غا فايدنا يرمي تيجدو. Lakin o fayda yerine kadar tegadi. 3'ten 2'si faydadan tegadi. Birasi ço. 6'dan birasi bu nimadan tegadi? Mudarib önce bunu talep qildi. Ve yatmanul mudaribul avval mudarib avval lil mudaribus sani. Mudaribus saniga sudusar ribhi min malihi. Yani faydanın 6'dan birini o'zining malidan talep qildi deydi. Xo'sh, endi va iza mata rabbul mal. Bu masala butlanul mudaraba. Mudarabaning batıl bo'lish masalasi. Qachonki rabbul mal ulab qolsa yoki mudarib ulab qolsa batalatil mudarabatu. Mudaraba sodisi batıl bo'ladi. Va in irtadda rabbul mal agar rabbul mal islomdan yenib olsa murtad bo'lib va lahiqa bidaril harb va daril harbga kassa batalatil mudaraba. Yana la mudaraba bekor bo'lib ketadi deydi. Xo'sh. Hamda muamasada bo'lsa azlul mudarib, ya'ni mudaribni mudariblikdan elib etish masalasi. Va iza azala rabbul malil mudariba va lam ya'lam bi azli. Qachonki rabbul mal mudaribni mudariblikdan elib etsa va lam ya'lam, halbuki u mudarib o'zining elib etilganligini bilmagan bo'lsa, hatta ishtara va ba'. Shu sababdan u sotib olgan mallarni sotib olgan bo'lsa va sotgan bo'lsa فتصرفه جائز. Bunun tasarrufatı caizdir. Ve in alime bi azlihi ve in alime bi azlihi vel malu urud. Eğer o bilip durup ilişki caiz emez. Şunu ama bilip durup bu nakful olmaları caiz emez. Eğer telefonu elip ettim mudarib emez biz mudarib kılmayız diyen bolsa kul nakful olmaları caiz emez. Şunu ama hem de bilmeyen bolsa meyle bilme efsane olsa mayli caiz. Endi bilipdi. Uni ishdan eletilganini bilipdi. Vel malu urudun ya halbuki vel malu urudun degan gap bu mal nima pul emas ekan. Dinar dirham emas, hamisi ala tovar mal, sotiladigan mal ekan. Uni bir pul emas, mal olib bo'lsa uni qulda falahu ayyabi'aha. Uning mallarni sotish huquqi bor. Balki majburiyati bor. Çünkü desepti pul bergen, Rabbul malını pul bergen, onu pul qaytırış gerek. Şunun için mallarını setiş hukuku var. Ve la yemna'uhul azlu min zalik. Yani Rabbul malının onu mudariblikten eli vetişi, şu malını setişiden nime tosmaydı, men yıkınmaydı, tosmaydı. Sümme la yecuzu en yeşteriye, andıyken şu malının pulusuğa yani bir nesli eriş hukuku yok. Onu setip oğandıkken yeni bir elbette irası bulmaydı. Bas malını pul aylandı bu anda to'xtaydi.
Ve in azalahu emdi ve eğer Rabbul mal mudariplikni elevetse halbuki Resul mal darahim ev dananir dengep Resul mal bir ada demikian darahim tenge derhem yaki dinar kem bolsa kad naddat ve in azalahu ve Resul mal darahimu ev dananir kad naddat feleyse lehu yetasarrafa fihi yani eğer ve in azalahu beştiki mesela eğer Rabbul mal mudarip elvetken bolsa halbuki mal nima mesken bidaa emas urud emas belki darahim dinarken tilla tenge bo'lgan bo'lsa qad naddat degan gap nimaga aylanib bo'lgan ya'ni tilla tenge aylanib bo'lgan qad naddat degan gap ya'ni nimaga aylanib bo'ldi tovar mollikdan tilla tengega aylanib bo'ldi bunda bo'lsa falaysa lahu ay yatasarrafa fi uningda tasarruf qilish huquqi bo'lmaydi deydi xo'sh endi ve iza iftaraqa amma o qarz bilan ayrılık ketishmasdi qarz bilan ve iza iftaraqa endi mudaribni Rabbul mal elvetkendan keyin o'sha ayrılıp ketadi tabii o'sha bilan ayrılıp ketgan bo'lsa halbuki malda qarz bor ekan anda foyda emas qarz bor ya'ni qarz bor holatda ayrılıp ketgan bo'lsa nima qarz bor degani ya'niki haqni elish bor degan gap haqni tutib oladigan pul bor ekan tushunarmi baba gadan emas haqni elish bor holatda ayrılıp ketgan bo'lsa vaqad rabahal mudaribu fihi halbuki mudarib bu malda foyda olgan bo'lsa foyda chiqqan bo'lsa ajbarahul hakimu ala iqtida'id duyun hakim mudaribni qarz suylashga buyuradi qarzni tutib talab qilib boshqalarni elishga kimdir qarzga molni bergan bo'lsa shu mol egalarini qarzni tutib elishga hakim buyuradi foyda olgan bo'lsa mudarib foyda olgan bo'lsa ve illem yekun lahu ribh agar mudaribning foydasi bo'lmasa mudarib bir narsa molni ishlatib tijorat qilib foydalanmagan bo'lsa foyda yo'q bo'lsa lam yalzamul iqtida unga o qarzlarni boshqalardagi qarzlarni suylab elishi talab qilishi nima bo'lmaydi lozim kelmaydi ve yuqalu lahu amma mudaribga bundoq deyiladi vakkil rabbal mal fil iqtida qarzni tutish uchun qarzni suylab elish uchun Rabbul malning vakil qilgan sen Rabbul malning vakil qilgan gap sen bilib berib masalan Mirzabek Tümürbek'e pul bergan bo'lsa beşida Tümürbek ishga olib ketgan bo'lsa Tümürbek birmuncha alligi nisiga molni bergan taqib bergan bo'lsa nima ish qildi Tümürbek daftarni ilib ko'rsatib billa biyimizni olib berib mana markasini ko'rsatib mana men sizga mol bergandim biyimizga bering molni men sizga mol bergandim biyimizga bering deb hammani vakil qilib ko'rsatib qo'ydi undan keyin chunki anaqa qilmasa ololmaydi pulni ololmaydi bo'lmasa xo'sh halakul mal malning halak bo'lish masalasi mudarabaning halak bo'lish masalasi va ma halaka min malil mudaraba malidan halak bo'lgan narsa favva min ar-ribh duna rasul mal agar mudaraba malidan bir narsa halak bo'lib ziyon uchgan bo'lsa dastlabda nega chechiladi bu ziyon foydaga chechiladi rasul malga emas dasmayiga emas asli dasmayiga emas balki nimaga ribh chechiladi masalan malda 5 ming riyal ekan 5 ming riyal rasm olgan uningda 5 ming riyal foyda chiqibdi 10 ming maldagi o't ketdimi bir ziyon bo'lib 5 ming riyal ziyon chiqqan bo'lsa 5 ming riyal ziyon chiqqan bo'lsa bu ziyon nega chiqdi avval ribh chechiladi 5 ming riyaldan 5 ming riyal foyda chechiladi nimaga emas tangi tong tortimiz deb biz 10 ming riyal pulimiz bor foyda tog'andiga ziyonni tang tortimiz sen 2 mingni sen tortsan 2 mingni men tortaman deyilmaydi unda deyilmaydi balki avvalan nimaga chechiladi foyda chechiladi فهو من الربح دون رأس المال فإن زاد الهالك على الربح أم أجار halak bo'lgan narsa foydadan eshib ketsa ya'ni u 5 ming riyal rasm olgan u 5 ming riyal foyda bor ekan halak bo'lgan narsa 7 ming riyal yoki 10 ming riyal hamda anda bo'lgan bo'lsa foydadan eshib ketgan bo'lsa qanday qiladi fala damana alal mudaribi fihi mudaribning gadinga to'lam kelmaydi anladın yani bu agar 15 ming riyal ziyon chiqib ketgan bo'lsa masalan ishkin do'qilmagan chiqib nimaga mudarib pul to'lamaydi kimga Rabbul malga pul to'lamaydi uni to'lam to'lamaydi va in kana qad ihtasa endi kim yerda bir shart bor mudarib shuniki halok bo'lishini halok qilmagan bo'lsa halok bo'lish ham tabiiy ofat bilan masalan o'g'il kelganda bir o'g'il ketib masalan lekin mudaribniki nimasi yo'q
Bunun bir sebepligi bo'lmagan bo'lsa, mesela. Ama mudarib zo'lan halaq qilib o'tgan bo'lsa mudarib tulaydi tabii ki. Tushunarmi ma'no mesela. Endi ve in kana qad iqtasama ribh. Endi agar bular foyda naq maydonda bo'lsa, foyda chechiladi. Agar bular foydani bo'lishib bo'lgan bo'lsa, masalan 5 million yarsim olgan, 5 million foyda chiqdi, 2 million bo'lishib bo'lgan bo'lsa, vel mudaribatu bi haliha degan halbuki mudariba o'zining holi bilan, ya'ni mudariba kuchga ega. Hala mudariba amalni qilmagan, mudariba kuchga ega bo'lgan holatda bo'lsa, summa halikal mal, andiki mal halak bo'lsa, ev ba'duhu yoki malning ba'zi halak bo'lsa, mal andiki mal halak bo'libdi yoki malning bir qismi hammasi halak bo'libdi yoki bir qismi halak bo'lgan bo'lsa, taraddar ribh. Bular paydını yandırışıdır. Ağam paydını kusudur. Maaş kelimelerini yandırıldı, ağaç kelimelerini yandırıldı. Yoncuk iki puan paydını kaytırıldı. İkinisi. Hatta yestevfiye rabbul mal re'sel mal. Hatta mal ilgisi desmini kamil tapşıp ağan kadar kaytırıldı. Ancak mesela 5 bin riyal resim alken 5 bin riyal paydı veken bunu 5 bin riyal bilecek hep bulaptı. Ama halak bulaptı 10 milyarlık mal halak olgan bolsa, mesela, yoki 5 milyar mal hemmisi halak olgan bolsa, qanday qildi 5 milyar halak olgan bolsa, shu paydani Rabbul mal 2 milyarni chiqirdi, nima? Mudarib 2 milyarni chiqirdi, 5 milyar va 5 milyarni asl malga berdi. Nima Rabbul malga berdi. Fa in fadala shay'un kana baynahuma. Agar bir narsa ish qolsa, ikisini olgan paydasidan 10 milyar foyda olgan bolsa, mesela, 5 milyar ish qoldi-ku, yana ikkisi ta'min oladi yana. Eğer 10 milyar payda algan bolsa, onu ikkiga bilav demek yarısı malniki mudar Rabbul malning yarısı malni qulluq berib bo'lgandan keyin qolgan pulni yana 32 qanday 5 qanday ittifoqlashgan bo'lsa, shu bo'yicha yana ish qolgan ustini bilishidi. Endi va in ajaza an rasil mal. Agar u ikkisidan olgan foydasini hammasini yoqsima, rasil malni tiydirishga ojiz kelsa, ya'ni masalan bu 5 million olgan rasil mal lekin chiqqan foyda 2 million ekan. 2 millionni qusib boqqan bo'lsa-mu, qaytirib boqqan bo'lsa-mu, yana tiyilmabdi 5 million, tiyilmagan bo'lsa, lam yadmanil mudarib. Mudarib to'lamaydi. Mudarib yo'qun to'lamaydi. Va in kana qad iqtasama ribh, anda bo'sh kelgan foydani bo'lishib bo'lgan bo'lsa, mana yana bir surat. Va fasahal mudariba. Beshida mudarib o'z holatida bo'lsa degan. Bu yerda mudaribni bir buzib o'tib bo'lgan bo'lsa, amalni qadr buzib o'tib bo'lgan bo'lsa, summa aqadaha andiki qayta mudariba qilib, yana qayta kelishib tuzgan bo'lsa, فهلك المال mal helak olgan bo'lsa, lam yataradda ar-ribh al-awwal. Bu masrafda birinchi paydini qaytarishmaydi. Birinchi qilib olgan paydini yandirishmaydi. Bu tugadi xolos ketdi. Ikkinchi mudaribida bo'lgandan keyin bunga yeni yenidan boshlaydi. 5lik qoida bo'yicha. Endi oxirgi masala bay'ul mudarib. Mudaribning setishi bir narsani. Ve yajuzu lil mudaribi an yabi'a bin naqdi ve nasi'a. Mudarib mallarını naqd sata olaydi, nisi sata olaydi. Beşi dedi o nisi satgan bolsa da beni. Pulni olishi qo'ya deb. Chunki buniki haqqi bor. Naqd mi sata olaydi, nisi mi sata olaydi? Chunki tijorat deganda bu yerdan hammani naqd sotaman deb bilmaydi. Hammani naqd sotaman degan tijoratchi 2 kun naqd sotdi, 3-kunisi uy kirib o'tirdi. Olmaydi odamlar. Tijorat deganda naqd nisi bilan ma'lum narsa. Va la yuzawwija abd va yajuzu lil mudaribi ay yabi'a bin naqd va nasi. Va la yuzawwij degan ma va la yuzawwiju mana biga yabi'aga atmasa bu. Yajuzu atfiken, yajuzu. Ve qulni qulga xudini bilinmaydi, didakni ag bilinmaydi min mal mudariba. Mudariba malidan qulga xudini bilinmaydi, didakni ag bilinmaydi. Chunki bu xudni bilish ag bilish degan tijorat bilan aloqasi bor emas. Bu faqatlan qila oladi, tijorat bilan aloqasi bor qila oladi. Tijorat bilan aloqasi yo'q hech qanday ishni qila olmaydi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.